Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Python darsimizning ikkinchi dars 3-chi qismi hozir boshlanmoqchi. Ya'ni biz ne kelgan to'xtagan vaqtida biz B kelgan edik. Ya'ni bizningki ana betimiz xatlarni cho'ngaytib olgan edik. Endi qarindoshlar, bizningki saqlagan narsamiz nadati ekran yuzidati. Ya'ni saqlagan narsa mana sinf degan to'q nomini mushu. Endi bizga qaranglar. Masalan, ma'lum bir muhim ishimiz chiqib qoldi, ishimizni tugatib keldik. Kelgandan keyin biz 5 ta qilgan qadam bosqichdan boshlab keyingi qadamimizni davomlashtirmoqchi. Masalan, Pythonni o'chirib turay. Biz keyingi ishimizni boshlamoqchi bo'lsak, qandaq? Kompyuterni o'chirib ochgandan keyin hisobda Python detal o'chgan holati-ku. Undaqda biz Pythonni qo'zg'atib ichilgandan keyin biz burun qilgan mashg'ulotimizni davomlashtirmoqchi. Undaqda o'xshashlam new file deb yangi hujjatimizni, ya'ni mashq betimizni ichib olamiz. İçib olgandan keyin qarindoshlar, biz burun qilgan bosqichni davomlashtirmoqchi. Undaqda new file. Buni qilgandan keyin bu yerda open deb bor yoki control O deb bor. Undaqda biz bu yerni bosgandan keyin burun saqlagan hujjatimiz nerede? Üstel yüzde. Desktop keldik. Sinf shundaqku. Sinf. Buni bosib open deb bossak, bu yerga keldi. Üstel deb bosgandik-ku. Undaqda bu yerga kelgandan keyin biz control S ni bosib F5 ni bosib olsak, qandaq sinf deb yozildi. Hozir biz nima qilib oldik deyapti-da, kompyuter o'chib ketgan yoki boshqa bir ish bo'lgan ahvol ostida oldin qitim qilgan qadamimizni davomlashtirib qilish uchun shuni aytishni o'rgandik. Yoki biz buni masalan biz knopka taxtasining o'zidan qila bo'lsa qanday qilamiz? Mana yana bosgandan keyin open ni bosishimiz kerak, lekin control O ni bossangiz bo'ladi deydi. Agar yangi bet ochishni xohlasangiz, bu yerda kirib yurmaylam, control N ni bossangiz bo'ladi deydi. Undaqda qaranglar, control N ni bosib qo'yayli. Bossak yangi bet ochildi mana. Mana. Ochildi. Undaqda buni yutib turayli. Betimiz ortdiq. Undaqda biz control O ni bosib burun qilgan mashqimizni ochmoqchi. Undaqda buni ochdik. Shunaqa ochdik, miya keldi. Kelgandan keyin Ctrl S dedik, F5 dedik, saqildi. Undaqda biz qadamimizni bir oz teziltayli. Ya'ni qarindoshlar, biz buni ko'rib olgandan keyin bu yerda bir narsa ko'rib chiqayli. Ya'ni biz qilmoqchi bo'lgan qadam bosqichimizda masalan not olmoqchi. Men mundaq ish qilgandim deb bir o'zinde eslatma xarakterlik bir narsa qilmoqchi bo'lsak, Alt geri bo'shliq knopkasining o'ng tarafidan shu knopkani bosib turib, ustidagi to'g'ri qurning ikkinchisidagi, ya'ni F4 ning ostidagi yoki F3 ning ostidagi 3 knopkasi. Uni bossak, bu belgi chiqdi. Bu quduq belgisi. Quduq belgisini bosib turib, biz bu yerga xohlagan, masalan, men maktabdan keldim. Ne gezibdimi buni? Bosh bet gezibdimi? Bu yerga yozmaymiz. Undaqda biz mashq betni ichib olaylik. Masalan, internet bosib o'tib, qandaq Alt geri ne bosib turib, men quduq belgini chiqardim. Men maktabdan keldim.
Men mektepten keldim. Bunu bastık. Bunu basqandan keyin Ctrl S ni besib saqladik. Saqlab bo'lgandan keyin F5 ni bassaq, qandaq bu yerga u xat chiqmadi. Nima chiqmadi degan vaqtida shu quduq belgisini bu paytdan o'qiy olmaydi. O'qiy olmagandan keyin quduq belgisini qo'shib turib yozgan har qanday xatni o'qiy olmaydi. Ana betga chiqa olmaydi. Shundaq biz ba'zi bir eslatma xarakterlik uzundilarni yozmoqchi. Ben bunda ish qildim, bunda ish qildim, yerda ma bosqichni tamomladim deb shularni yozib qo'ymoqchi bo'lsak, shu belgini ishlatishni bilib olsak bo'ldi. Bundaqda biz Ctrl A ni besib bularning hammani yutib turaylik. Yutib biz ishimizning oxiriga kelaylik. Ne kelaylik degan vaqtida masalan 1 tang 10 deylik. 1 tang 10 dedik. Degandan keyin enterni bosay, saqlamay turay. Orqada hammani bir aqlam saqlay, Bunda qilsak bo'ldi. 2 tang qancha bo'lsin? 20 bo'lsin. Buni enter deb turay. Endi bu yerga topla dedik. Topla deb turib buni qildik. Qilib bo'lgandan keyin bir qo'shilgan 2 deyli. 1 qo'shilgan 2 dedik. Shunaqa. Endi buni saqlamay turay. Qandaq eng oxirida bir aqlam saqlasak bo'ldi deganni ko'rsatmoqchi. Chunki bu yerda biz bir buyruq bermadik, buyruqni yozmadik. Undaqda buni qilib bo'ldik. Bu yerga kelganda Ctrl S ni besib turib saqlash qilib o'taylik. Qilib bo'lgandan keyin biz F5 ni besib boqaylik. Ekranga bir narsa yozmaydi. Mana yozmadi. Undaqda nima ish yozmadi? Biz texi buyruqni bermagachga, bir ish qil degan buyruqni bermagachga bir narsa yozmadi. Undaqda buni biz ko'rib bo'lgandan keyin aslan bu yerga biz not olib boqaylik. Endayli quduq belgisini yozdik. Natijani ekranga yozdirman deb qilib boqaylik. Masalan, natijani ekranga yozdirman. Bu yerda nima qizil chiqdi? Chunki biz uzun holatda oldik. Yine xotirlatma eslatma şekilde bir narsa yozdik. Buni Python tanıyolmaydi. Şuna bu qizil rangda chiqdi. Undaqda Ctrl C bilan buni qanday qildik? Saqlab oldik. Saqlab bo'lgandan keyin biz print ni yozib turib print tırnak açtık. Endi qo'sh tırnak neni cho'ng yozdik. Natija bo'lsa deb yozaylik. Natija men bilan teng qilinglar, teng qilsanglar esinglarda qoldi. Natija bo'lsa deb bo'lgandan keyin bu yerga qo'sh chekit yozib o'tdik. Qo'sh tırnak açtık. Ich bo'lgandan keyin biz qo'shilgan deb turib qo'shilgan belgisini besib turib qanday qildik? Azimiga qarasanlar bu yerda belgilar chiqdi. Biz qilayotgan shu buyruqlarningki boshqa bir shakllarni ko'rsatyotdi. Undaqda biz qo'shilgan deb bo'lgandan keyin bu yerga ctr besib tırnak açtık, ichiga kirdik. Bu yerga topla deb yozmoqchi. Topla. Tırnaqning teshig'i chiqdik. Men tırnaq qo'ydik, buni tek yapmadik. Undaqda biz buni yapamiz. Yapdik. Yap bo'lgandan keyin Ctrl ni besib turib, yana bir barmoqda S ni besib saqlab oldik. Saqlab bo'lgandan keyin biz qanday qilamiz? F5 ni besib bosh betga yozdiramiz. Shunday qilib bu yerga depadi natijani yozdirman degan tumg'a bu yerga natijani yozib berdi.